Maşallah, maşallah. Bereket. Ya onu hakkı mengen koyun. İşte qilayotganim yo'q aka. Dangal. Ya bering endi, keling endi. Bir narsa de. Berdim bu uzundan ko'rdingizmi? Buni oyoqni ko'rmasizmi? Bunday bo'lmaydi. Men sizga aqancha aytmayman, merkincha aytaman. Agar to'g'ri kelmasa xafa bo'lish yo'q. Sizlar ham xafa bo'lmang просто. Endi bu kishilar men davleniya qilyapti, noto'g'ri ish bo'lyapti hozir. Men sizga aytyapman. Ya dalil emas, sizdan so'rayapmiz. Yo'q. Dalilni demang. Bo'ldi. Sizdan so'rayapmiz, bitta qo'chqor olsin. 55 beraman. Yo'q, mayda bo'lmayapman. Serios. Mayda emas, Yo'q, 5 ming. Og'a, 5 mingga ashini chiqarib oldim. 55 ham qilmasin, to'xtab turing. 6 bering. Yo'q. Ya bering endi, bering endi. 70 sen emas, men kelmayman. Ya. Qo'chqor 60 mingga baraka. Qo'chqor qo'ying. 60 mingga bering endi. Bering endi og'a. Ya hammamiz bor. Ya siz boylar sizni o'tib ketadi. O'tsin. Quvonch aka, bering O'zbekistonga 60 mingga bo'ldi. Bering. Baraka qiling. Shuncha qora. Maşallah, maşallah. Barakasini bersin. Rahmat 60 ming dollarga qo'l Bundan ham zo'rlari tug'ilsin. Bo'ldi. Birov so'zlaringiz yo'q deyman. Serios. Lekin birinchisi ketdi mashina. Shu niyat qiluvdim-da o'sha kezda. Boshqacha ko'rsin. Zo'r. Boshqacha emas. Qo'qonga ketdi, ha? O'zbekiston Qo'qonga Asror akamga mana maşallah. To'sin, buyursin. O'zi 60 ming dollar, 40 kunlik qo'zi. Zakaz olib qo'yamiz, o'shanda borganda gaplashamiz deyman. Endi aytmay qo'yib narxini. Buni tezda olib kirib qo'ying, enasini oldiga. Yaxshi qaraverasiz. Zo'r, hozir Rizoli bilan baraka bo'ldi. Ko'krak ko'rsa, shosh. Ko'rsa ko'krak. Maşallah. Oyoq. Bering ko'rsa. Uzun Oyog'ini qarang, yo'g'onligini 40 kunlik qo'ziga. Adam qiziqadigan narsa. Ko'z tegmasin. Barakasini bersin. O'zbekistonda ko'paysa mana qo'ylardan, Xudo xohlasa.